Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sovuq kunlarida ham mana shunaqangi ishlarni bosyapmiz. Ko'rishlar mumkin. Oynagimiz 1 metrga 80 santimetrli. Mana shunaqangi profilli led bo'ladigan oynalar. Hali bu yarim tayyor mahsulot. Bunga bunaqangi o'zini sensorlari, keyin led chiroqlarini montaj qilib qo'yamiz hali. Buni mana shunaqangi qora rangi, keyin mana shunaqangi gold rangi bor. Och gold deyiladi bu. Buni to'qi ham bor. Buni hozirda bizda yo'q. Sababi uni jicha suymaydi. Mana shunaqangi och goldi yaxshiroq, hadavoy. Mana qorasi bor, goldi bor. Bu hozir yarim tayyor holatda. Uni bitkizgan holatini ham video davomida ko'rasizlar, xudo xolasa. Ba'da mana yana qora mana zagotovka jarayoni hozir. Mana shunaqangi avval bunaqa profillarni qilamizdan keyin led aylantiramiz. Buni ham ichkarida bor, obzorni qilib qo'yamiz. Mana bu haliga ramkali profilga o'ynaymiz mana shu. Mana ko'rishlar mumkin, mana shu holatda bo'ladi. Mana tepasi arka, mana bitta sensor kanalkalari bor. Tuk yonadi bu yerda. Bunisi kichkinalik, yumaloqda. Bular Xitoy ko'zgu bo'ladi. Sifatlisi kumushligi bo'ladi bular. Mana shunaqangi brend yozib berish xizmatlarimiz ham bor. Mana tepasiga Instagram niklari, pastga mana Family Den logolari o'zlarini. Sensor o'ynagimiz 3 xil set yonadi. Xo'sh, mana limoniy, oq, sariq, limon. Mana shu holatda yonadi. Razmerlari 1.80 ga 65. Buni keyin ramkali variantlari ham bor, mana bor. Mana bunisi ramkali varianti bo'ladi. Buni ramkamizni 1.70 ga 70 mana shisi. Standart. Odamda bo'y basti ham to'liq ko'rinadi mana. Ko'rishlar mumkin. Chekkasi mana gold profildan. Och gold. Bu razmeri bor, keyin mana bunaqa holatdagisi bor. Bunisi mana led bo'lgan holatda ekan mana. Bunisi 1 ga 80. Keyin mana bunaqa holatdagisi bor mana. Qora profildagisi bor. Ana qop-qora. Polmati. Bu ham 1 ga 80. Bundan tashqari bunga orqasiga stoykali variant qilish uchun oyoqlarimiz ham bor. Orqasiga qotirib beramiz. Devorga emilsa ham bo'laveradi, keyin ikki holatda tursa ham bo'ladi. Oynalariga rombik, keyin har xil shakllar tushirish. Orqasida yo'q ekan. Bu chizilgan varianti, gravirovkada chizilgan varianti, past ingichka bo'lgan, o'rtasiga borib yo'g'onlashgani. Yo'q, bunisi mana. Haytek fasoni har xil shakldagi bo'ladi bunisi. Bunisi mana to'q tilloga mana shunaqa ko'zlar qo'yib berganmiz. Bunisi oddiy rombikni ranglisi. Pasti och tillo, tepasi grey. O'rtasini ajratish uchun mana oq qilganmiz. Bunisi обычный rombik. Bunisi yashilga Ford. Mana bunisi taroq variant. Qoraga tepasi to'xtalla. Bunisi mana olmos shaklidagisi. Narigisi ham gravirovka mana. Kim o'zimiz mana brendimiz. Oldin ko'rinishlari. Ford tilla, bunisi och tilla, grey, qop-qora, qora ko'zgu, fioletoviy, qo'soy, bunisi Xitoy, bunisi mana salatoviy, yashilga tortadi, bunisi mana haliga Fescastoy, shilinga oynak,
Bunisi yodiviy. Bu oddiy oynak. Bunisi yodiviy, oddiy oynak. Bunisi 06lik. Bunisi to'q yodiviy 06lik. Mana bunaqangi matli plyonkalarimiz ham bor.